Assalomu alaykum. Qadrli hamyurtlar hamda Kaliforniya qizilcha yomg'ir chuvalchanlari, Biegomuz bizga qiziquvchilar. Ramazon oyi barcha yurtdoshlarimizga, musulmon xalqiga barakatli, muborak bo'lsin. Bu oylarda qilayotgan ehsonlarimiz, tutayotgan ro'zalarimizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Mana bugun Xudo xolasa qishdan chiqib bahorni birinchi kuni, ya'ni 1-martga ham chiqib oldik. Xudo xolasa 1-mart chuvalchanglarimizni ham harorat ko'tarilishi bilan chuvalchanglarimiz ishlashlari va harakatlanishi jadallashib qoladi. Bundan xabaringiz bor, yaxshi ishlash jarayoniga o'tadi. Xo'p, chuvalchanglarimizni narxiga keladigan bo'lsak, ikkita banan korobkasi 500 ming so'm. Biegomslarimiz bor, elangani 0,5 setga o'tgani 2000 so'm, elanmagani 1000 so'm hisobida sotilyapti. Kimga qaysi turdagisi kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Endi chuvalchanglarimizni ishlash holatini ko'rsatib o'tsak. Mana bu yerda oladigan bo'lsak, mana bismillahirrohmanirrohim. Chuvalchanglarimiz mana holati yaxshi. Mana chuvalchanglar kundan kunga ochilyapti bular. Xudo xolasa xohlagan joyimizdan siz qaysi turda solinish kerak bo'lsa, o'sha turda qilib solib beriladi chuvalchanglar. Hop. Mana chuvalchanglar. Mana. Ya'ni sizga chiroyli zich holatda qilib solib beriladi mana. Hozir yomg'ir, quyosh holati ko'rinmayapti. Yoniga kelib ko'rsangiz, zichligini bu holati chiroyli holatda ko'rinadi. Kimga mana shu holatdagi chuvalchanglar hamda Biegomslar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hamisha aloqadamiz. Qo'ldan kelgancha tushuntirib, ma'lumotlarni berib boramiz. E'tiborlar uchun rahmat, salomat bo'linglar.